sayyoralar bilan yulduzlarni qanday ajratib olishni o'rganamiz sizlar bilan. Ancha-muncha odam bilmaydi bu narsani. Juda ko'pchilik so'raydi, ha? Qanaqa qilib osmonda kechqurun chiqsanglar nimalar ko'rasizlar? Yulduzlar. Yulduzlardan boshqa narsalar ham juda ko'p. Shuningdan koinotda. Aytdim, sizlarga aytmadim. Shunga o'xshab endi osmonga kechqurun chiqinglar, akanglar bilan, ota-onanglar bilan chiqsanglar, yulduzlarga qaraymiz. Yulduzlarga qarab turib, yulduzlar yaxshi tikilsanglar, qanaqa bo'layotganini ko'rasizlar? Charaqlayotganini hech qaramaysizlar. Miltillab turadi. Endi miltillab turgan hamma yulduzlar, ular yulduzlar. Endi miltillamaydigan, charaqlamaydigan yulduzlar bor. Xuddi lampochkaga o'xshab. Ular bilib olinglar, sayyoralar. Sayyoralar quyosh nuri tushgandan keyin o'zidan nur qaytaradi. Ay yulduzlar bo'lsa, o'zidan nur tarqatgani uchun bizni atmosferamizga yetib kelgan o'sha yulduzlar nurlari biz atmosferamiz natijasida miltillaganini ko'ramiz. Lekin sayyoralar miltillamaydi. Bilib oldinglar, sayyoralar qanaqa ajratishdi. Keyin yana bitta yo'li bor. Mana qarab, kechki payt 8 da qarab, mana buni miltillamayapti buni deb turib, sayyora ekanmas deb ketdinglar uyga. Ha? Ertalabmi, yorug'shunosdan chiqsanglar, o'sha sayyora o'sha yerda bo'lmaydi. Chunki sayyoralar juda katta tezlikda harakatlanadi. Sizlar ko'rgan miltillab turgan yulduzlar turaveradi joyida. Lekin sayyoralar bir joyda turmaydi. Doimo harakatda bo'ladi. Tushundinglarmi? Harakatlanib, bularning eng katta tezlikda harakatlanadigan Venera sayyorasi. Merkuriyni ko'rish qiyin juda ham. Uni faqat teleskop orqali kuzatasizlar. Qachonki quyoshni kuzatayotganimizda quyoshning diskidan o'tadi. Merkuriy sayyorasi. O'shani ko'rishimiz mumkin. Xolos kuz paytlarida. Tushundinglarmi? Endi Venera sayyorasini har kuni ko'rgansizlar. Qaysi paytda ko'rasizlar? Ertaman eng katta yulduzni ko'rganmisizlar osmonda? Yoki kechki payt, yoki ertalabda, shu paytda qarasanglar, qizim ko'rsangiz, katta yulduzni ko'rasiz. Xuddi oling, taraykaga o'xshaydi. Osmonda uchar taraykalar bor. Shu qadar katta bo'lib ko'rinadi. Bizga eng yaqin sayyora bo'lganligi sababli katta ko'rinadi. Juda ham yorug' ko'rinadi. Bizga eng yorug'ligi bo'yicha birinchi o'rinda quyosh turadi. Undan keyin oy turadi. Keyin Venera sayyorasi turadi bu o'rinda. Katta bo'lib ko'rinishi bo'yicha. Tushundinglarmi bolalar? Mana shunaqa qilib ajratib olsanglar bo'ladi. Quyosh yulduzlar bilan sayyoralarning qanaqa holatda kelishini.